Qizlar, bu patsentimizda hali turmushga chiqmaganlar ko'kragimizni holatini ko'rishingiz mumkin. Kichkina и 0 razmerdagi ko'kraklarimiz. Osilishlar ozgincha bor. Xudo xolisa buni rezultatini hozir videoning oxirisida ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'kraklarimizning holati juda ham kichkina. Qizlar ko'rishingiz mumkin, hozirgi patsentimizni silikonli darajagacha chiqazib berdik. O'zingizga yoqdimi? Oruli bo'ldimi masalan? Oruli bo'lmaydi, sut bezlariga tegilmasdan silikonli rezultatga chiqazib beraman. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Boyagi 0 razmerdagi ko'kraklarimizni уже после holati qizlar nima deyapti bu ko'kraklar? Qorish kerak payti уже. Bilasizlarmi? Yumshoq, o'zingizlarning обычный ko'kraklarda turadi. Уже to'ldi. Ko'rsanglar bo'ladi mana. Silikonli rezultatli ko'kraklar kimga kerak bo'lsa, bemalol menga murojaat qilsanglar bo'ladi. Razmeri 2 xil ko'kraklar, tug'ruqdan kelgan bittasi kichkina, bittasi katta bo'lib qolgan ko'kraklarimizni doktor Yulduz, ya'ni men bilan shunaqa silikonli rezultatga chiqarsanglar bo'ladi.